Ushbu shirinlik bekorga trendga chiqmadi. Trendga chiqishga arziydigan shirinlik retsepti bilan bo'lishaman. Bunday idish bo'lish shart emas, stakanlarga taylasanglar ham bo'ladi. Idishga tuxum hamda shakarni solib yaxshilab mikser qilib olamiz. Ko'pirgan massa ustiga un, kakao razrixlitelniy elakdan o'tkazib lopata yordamida ko'tarib aralashtirib eritilgan saryo yoki margarinni solamiz. Shunda biskvit quruq bo'lib qolmasdan, xuddi pirogga o'xshab sochli bo'ladi. Listga pergament qo'yib solib duxovka pechiga pishirish uchun yuboramiz. Orasi g'oviy bo'lib pishgan biskvitimizni olib biroz sovigach, bo'laklarga bo'lib chopper yordamida yaxshilab urpoq qilib maydalab olamiz. Propitka uchun kofe hamda suvni aralashtirib olamiz. Kremlarning dodasi cheez krem tayyorlaymiz. Qaymoq, shakar upasi, labnet va rojniy sir. Krem juda ham qattiq bo'lib ketmasin. Idishga ko'rishlarni solib kofe bilan propitka qilamiz. Kofeli suvda bo'kib, yanada sochli bo'lgan biskvitimiz ustiga kremimizni solamiz. Eng yuqori qismi uchun ganash tayyorlaymiz. Qaymoq shokoladni eritib, shirinligimiz ustidan qo'yamiz. Tayyor bo'lgan shirinligimizni xohishga ko'ra bezatamiz. Iliga ko'ra ko'rishdan keyin krem solib, istagan mevalarni, malina, bananlarni solishingiz ham mumkin. Retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa notirangizni duo qilishni unutmang. Jelatinsiz, hech qanday pechlarsiz, hozirgi kunda sovutgichni ham keragi yo'q, tashqariga qo'yib tayyorlasa bo'ladigan eng oson, eng mazali lotus cheesecake retsepti bilan bo'lishaman. Pechenyeni maydalab, erigan margarin yoki saryoni aralashtirib, qolipga qo'yib, tekislab presslab olamiz. Tvorojniy sir hamda maxsus lotus pastasidan solamiz. Ikkala massamizni aralashtirib olib, boshqa idishga qaymoq, shakar upasini solib, quyilgunicha venchiklab olamiz. Ushbu holatga kelgandan keyin ikkala massamizni solib, yana aralashtiramiz. Qolipda presslab olgan pechenye ustiga massamizni solib, qoshiq yordamida tekislab chiqamiz. 1 soatga sovutgichga yoki sovuqroq joyga olib qo'yamiz. Ustidan qolgan lotus pastasini eritib qo'yib, 5 soatga sovutishga qo'yamiz. Qolipdan ko'chirish oson bo'lishi uchun matoni issiq suvga belab atrofiga qo'yib oldim. Chetini bir alina tekislab, xohishga ko'ra bezatib oldim. Mayinligini qaranglar. Mazali cheesecake retsepti tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa notirangizni duo qilishni unutmang. Aytgancha insonda professionallik oddiy havaskorlikdan boshlanadi. Yaqin kunlarda restoranim ochilsa, eng birinchi bo'lib sizga shu desertni taqdim qilaman. Qayerdadir yeb ko'rgan bo'lishingiz mumkin, lekin tanlamaganinglar aniq. Bu juda oson. Tovaga saryo suv solamiz, qaynatamiz, qaynab chiqqach un solib aralashtirib turamiz. Shunaqa quyuqgina massa hosili bo'ladi, olovni o'chiramiz. 5-10 daqiqa sovutamiz va bittadan tuxum chaqib mikser qilib olamiz. Xohlasanglar venchikda qilsanglar ham bo'ladi. Siz konditer qopchasiga uchiga nasatka solamiz va massamizdan to'ldiramiz. Listga pergament solib, ustidan ko'rsatilgandek qilib chiroyli qilib siqib chiqazamiz. Duxovka 180 gradusda qizib turgan bo'lishi kerak. Duxovkaga pishirish uchun yuboramiz. Pishgan nafaqat rangidan, balki xushbo'y hididan ham ma'lum bo'ladi. Duxovkadan olamiz, orqasini o'giramiz, sovutish uchun yuboramiz. Qaymoq hamda sladkaya коровка sgushonкasidan morojniy krem tayyorlab olamiz. Sovigan korjimiz ustidan surtib chiqamiz. Xohishga ko'ra olcha, malina sepsanglar ham bo'ladi. Yoqimli jarayon rulet ko'rinishida o'rab olamiz. Pudra surib yuzga oro bergandek ruletimiz ustidan shakar upasini sepamiz. Mayingina mazali, chiroyli rulet tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa notirangizni duo qilib, mehringiz isboti yurakchani bosib qo'yishni unutmang. Viloyatlarda qanday bilmadim-ku, lekin Toshkentda hozir nomer 1 trenddagi shirinlik retsepti bilan bo'lishaman. Birinchi bo'lib tuxumni oqidan sarig'ini ajratib olamiz. Tuxum oqini ko'pirtiramiz, oz-ozdan shakar solib ko'pirtirishda davom etamiz. Tuxum sarig'iga o'simlik yog'i solib aralashtiramiz va tuxum oqi ustidan quyamiz. Ehtiyotkorlik bilan aralashtiramiz. Un, kakao razrixlitelniy elakdan o'tkazib solib aralashtiramiz. Aralashmamizni qolipga solamiz va pishirish uchun pechga yuboramiz. Pishib, sovib olgan biskvitimizni ko'rsatilgandek qilib yuqori qismini kesib olamiz. Ikkinchi bo'lagini esa savatcha ko'rinishda o'rtasini o'yib olamiz. Asosiysi eng mazali morojniy kremni tayyorlab olamiz. Buning uchun 45% qaymoq hamda sladkaya коровка sgushonкasi kerak bo'ladi. Kremim qattiq, mazali bo'lsin desanglar, sizlar ham sladkaya коровка sgushonкасini ishlatinglar. Endi shirinligimizni terishni boshlaymiz. Shokolad pastasi, morojniy kremni solamiz. Savatchamiz to'lguncha mevalardan solamiz. Meva ustidan shokolad hamda yana krem solamiz. Biskvit bilan yuqorisini yopamiz. Ustidan shokolad pastasidan qo'yib, tekizlab mevalar bilan bezatamiz. O'rtasidan kovlab olgan biskvitdan trifle qildim. Albatta tayyorlab ko'ringlar, retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa notirangizni duo qilib yurakchani bosib qo'yishni unutmang.